Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi temamiz shaxsga bag'darlangan xabar psixologiyalik, diniy ham madaniy qavmlar deb ataladi. Birinchi reja. Xabar psixologiyalik qavmsizlik tushunigi ham klassifikatsiyasi. Ikkinchi, diniy qavm ham ulardan kelib chiquvi. Uchinchi, ruhiy qavm tushunigi, ta'sirlar ham tushuntiruvlar. Milliy konflikt turlari ham qavmlar deb ataladi. Milliy qavmsizlik bu shaxs, jamiyat, ekonomikalik ham mamlakatchilikning turaqli rivojlanishi uchun qavm saluvuna mumkin bo'lgan har qanday qavmlarning oldini olib ham ularni yo'q etuvga bag'darlangan izlashlar sistemasini bildiradi. Milliy qavmsizlik sirtqi ham ichki qavmlardan tutash jamiyatni qo'rg'aydi ham nazarda tutadi. Sirtqi qavmsizlik iki bosqichda nazarda tutadi. Umuman insoniy yoki global xarakterdagi ham mamlakatlar aro qavmsizlik masalalari. Sirtqi qavmsizlik tanlanganda dastlab ekologiyalik, askariy, radiatsion, epidemiologik, kriminal, jinoyatchilik, biologiyalik ham madaniy, adab-kiramlik turdagi qavmlarning oldini olish nazarda tutiladi. Ichki qavmsizlik bo'lsa, mamlakat ishindagi inson konstitutsiyalik huquq ham kepilliklarga baylanishli bo'lgan ekonomikalik diversiyalarning oldini olish, ham ularga yo'l qo'ymaslikqa baylanishli bo'lgan arnauli ilojlarni, terroristlik to'planishlarning oldini olish, ham ularni vaqtida yo'q etib, kelib chiqu bo'yicha sotsiallik, tabiiy, biologiyalik hamda texnikalik tikarg'i qavmlarning jamiyat a'zolarini qo'rg'ovni nazarda tutadi. Xabar qavmsizligining tikarg'i vazifalari. Birinchi, shaxs ham jamiyatning xabar qabul qilib ham ondan foydalana bo'lgan huquqini ta'minlash. Ikkinchi, qalis, bitarib xabarlar makonini ta'minlash. Uchinchi, informatsion ham telekommunikatsiyalik texnologiyalar tarafidagi jinoyatlarni yo'q etish yo'li bilan bu bag'darda bo'lishi mumkin bo'lgan terroristlik qavmlar. So'ng shunda telefon orqali, kompyuter sistemasi orqali yuz beradigan qavmlardir. Sol orqali nizomsiz xarajatlarni bir direktdan ikkinchisine olib ketuvini yo'l qo'ymoq. To'rtinchi, shaxsni shulkem ham tutash jamiyatda xabar psixologiyalik qavmlardan qo'rg'ov. Beshinchi, imij qalbleştiruv. Turli жалған, o'rinsiz xabarlarga qarshi kurashuv. Endi xabar psixologiyalik qavmsizlik deb individual topar psixologiyalik ham xalqning psixologiyasına, jamiyatning sotsiallik, siyosiy, ekonomikalik, ruhiy, madaniy, ekologiyalik ham boshqa taraflarına qatilgan turli darajadagi onamsiz ta'sir o'tkazuvdan qo'rqagan жағдайды tushunib kerak. Bunda xabar psixologiyalik qavmlardan qo'rg'onu tikarg'i maqsad bo'lumidan birga maqsadga bag'darlanganligi bo'yicha ular tomendagi toparlarga bo'linadi. Birinchi, siyosiy tarafdagi, ikkinchi ekonomikalik tarafdagi, uchinchi sotsiallik tarafdagi, to'rtinchi ruhiy tarafdagi, keyingisi ilm ham texnikaga tarafdagi, bundan keyin askeriy tarafdagi, qavmsizlik tarafdagi, ekologiyalik, bilmendiruv, meditsina, madaniyat, oziq-ovqat ham boshqaruv tarafdagi xabar psixologiyalik qavmsizlikka kiradi. Endi ideologiyalik qavm bu jamiyat, mamlakat yoki xalq, millat, yillat taqdirini qavm salb atirgan zamon oqibatlariga olib keluvi mumkin bo'lgan ideologiyalik qavmlar jinsi. Bunda ideologiyalik qavmlarga tarif beradigan bo'lsak, sotsiallik siyosiy harakat, ағым yoki siyosiy kuch o'z ma'qul ko'rsatuvining ideologiyasini qo'rqituv, ya'ni zo'rlik yo'li bilan boshqalarga singdiradi. Globallashuv prosesini teranglashib boruv natijasida inson uchun xavfli bo'lgan har turli xavflar yuzaga kelmoqda. Bularning eng xavflisi insonlarning ruhiyatiga ta'sir o'tkazuv orqali millatlarning qadriyatlari ham turmush tarzini yo'ldan chiqarib qaratilgan adab-kiramlik shang'aroq ham jamiyat turmushiga ulkan ta'sir ko'rsatadigan ruhiy xavflar bo'lib hisoblanadi.
Diqqatlariniz uchun rahmet.